Grant ta'lim maktabida sayohatlar haftaligi boshlandi. Bugun Bulog'on bolajonlarimiz va 1-sinf o'quvchilari o'zlarining ilk madaniy sayohatini yosh tomoshabinlar teatridan boshlashdi. Ular Game Over nomli sahna asarini tomosha qilishdi. Asarda kompyuter o'yinlariga haddan tashqari berilib ketgan bolaning hayoti orqali texnologiyaga qaramlikni inson taqdiriga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi yoritildi. Tomosha so'ngida bolalar bir narsani anglashdi. Ekran ortidagi o'yinlar qiziqarli tuyulsa-da, haqiqiy hayotda eng katta g'alaba bu vaqtni foydali o'tkazish, o'qish va o'z orzulariga intilish ekan. Bugungi teatr safari bolalarga chuqur taassurot qoldirdi. Ular hayotdagi har bir lahzani qadrlashga arzigulik ekanligini his etishdi.